Tish og'rig'i nima uchun bunchalik kuchli? Tishimizda nima shart kabi portlaydi? Uch shoxli nerv nima u? Nima sababdan tishlarimiz sezgir bo'lib qoladi? O'rtoqlar, tasavvur qiling, sizda termos va stakan bor. Bularni har biriga issiq choy quyib, tashqariga olib chiqib qo'yadigan bo'lsak, stakandagi suv tezda soviydi. Termos bo'lsa, kamida yarim soatgacha issiqni ushlab turadi. Bu nima uchun? Chunki termosda issiqqa ushlab turuvchi himoya mexanizmi bor. Tishlarda ham xuddi shunaqa. Bu funksiyani birinchi qatlam emal bajaradi. Tishlarni himoyalab turadi. Agar emalimiz zararlansa, tishlarimiz xuddi ochiq darvozadek bo'lib qoladi. Yeb ichgan barcha narsalarimiz ikkinchi qatlamda joylashgan dentindagi mayda nerv tolalariga tegib, asabini o'ynaydi. Va shuning uchun tishlarimiz issiq sovuqqa sezgir bo'lib qolishadi. Lekin tishdagi og'riqli insonlar uzoq vaqt davomida chidab yurishadi va oqibatida uch shoxli nerv marshrotiga bilet olishadi. Bu esa nima degani? Bizning yuzimizda uch shoxli nerv tutami joylashgan. Birinchi shox bu mandibula, ya'ni pastki jag'. Unga esa pastki lab, iyak va quloq oldi sohalarimiz kiradi. Ikkinchisi bo'lsa bu maxillaris. Unga yanoqlarimiz, ko'z osti, burun va quloqlarimiz kiradi. Uchinchi shoxi bo'lsa bu oftalmikus. Unga bo'lsa ko'z atrofi va peshona sohadagi nervlar kiradi. O'rtoqlar, ko'ryapsizlar, uch shoxli nervimiz yuzimizdagi barcha nervlarni tutashtiradi. Aynan shu uchun tishimiz og'risa, ko'zimiz va quloqimiz og'riydi. Qanday qilib bunaqa bo'lishini hozir tushuntirib beraman. Tishlarimiz uch qatlamga bo'linadi. Birinchisi emal, kalsiydan tashkil topgan juda ham qattiq to'qima. Ikkinchisi bo'lsa dentin, uch shoxli nervimizning konyechkasi. Aynan shu yerda uch shoxli nervimizdan keladigan tolalar tugaydi. Uchinchisi pulpa. Shu yerda qon tomiri va nerv tutamlari joylashadi. Tasavvur qiling, bu bizni tishimiz. Shart pulpa bo'ladigan bo'lsa, idishimiz bu emal. Emalimiz zararlandi, ichiga infeksiya tushdi. Pulpamiz shishishni boshlaydi. Emalimiz idishdek qattiq bo'lganligi uchun pulpa uni itarib yubora olmaydi. Shuning uchun ichidan bosim berishni boshlaydi. Shunday qilib tish og'rig'i paydo bo'ladi. Afsuski, ko'pchilik stomatologga bormasdan dori ichadi. Oqibatda uch shoxli nerv marshrути bo'ylab og'riq yuqoriga chiqadi. Bitta shox tepaga chiqadi, quloqqacha boradi, ikkinchi shox tepagacha chiqadi, ko'zgacha boradi va oxir oqibat o'ljasi miyaga ham borishi mumkin. Shunday qilib qarabsizki, bir dona tish og'rig'i deb quloq, ko'z, bosh og'rig'i kelib chiqadi. Hozir sizda savol tug'ilishi mumkin. Nima uchun ko'zimiz, burnimiz, qulog'imiz, boshimiz og'risa, qo'shilib tishimiz og'rimaydi? Chunki ularda ustidan bosib turadigan qattiq emaldek to'qima mavjud emas. Shunaqa qilib qarabsizki, bitta dona tishingiz deb butun yarim yuzingiz ovora. Uch shoxli nerv marshrutiga chiqmasdan oldin tishingiz og'ridimi, o'z vaqtida stomatolog ko'rigiga murojaat qiling. O'rtoqlar, sizlarga ham bu gapni tegishli.